إلهي أمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ya Rabbim Allah ushbu o'qilgan Qur'on oyatlarini qabullardan eyle Rabbim. Ya Rabbim Allah şuşunda har birimiz sening rahmatine layıklı bo'lamiz deb, sening rizalığına ümit etib, üstimizdagi bo'lgan burishni o'taw niyati bilan jilishdik ya Rabbim. Ya Rabbim har bir odamlarimizdan ajr savoblarini nasib eylab, har bir odamlarimizdan gunohlarimizni, xatolarimizni g'afur et ya Rabbim. Ya Rabbim bergan xayr sadaqalarimizni, söylegan tinglagan va'z xutbalarimizni, o'qigan farz sunnat namozlarimizni, qilgan ruku' sajdalar aytgan tasbih zikrlarimizni kimchilik xatolari bilan qabullardan eyle Rabbim. Ya Rabbim qabullardan eylab, hosil bo'lgan ajr savoblarini qiyomat kunlarida, amal daftarlarida, sening mag'firatingda, jannatingda ko'rgan nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim Allah shulay hosil bo'lgan ajr savoblarini shu dunyoda o'q, salomatliklarimizda, boyliklarimizda, iymonlarimizda, bag'ir jemish bola aniqlarimizda ko'rgan har birimizga nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim Allah o'qilgan Qur'on oyatlaridan hosil bo'lgan ajr savoblarini marhumalarımızın kimler bizden dua ümit etip yatalar, her birisilerinin ruh şeriflerine eriştir ya Rabbim. Onların kabirlerini nurlu et, hesaplarını jengil et. Senin mağfiratına erişip onlara en ulu cennetlerine, Firdavs cennetlerini nasip et ya Rabbim. Ya Rabbim, bizge insanlarga, her biri bizge Kur'an-ı Kerim boyunca ham Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünneti boyunca yaşarga her biri bizge miyassar kıl ya Rabbim. Ya Rabbim, illeri bizge tinchlik, yetakchilarimizga zehn, hikmat nasib et ya Rabbim. Oilalarimizga ilfat ham muhabbat, bolalarimizga tavfiq ham hidoyat nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim Allah har birimizga shu dunyoda da baxtli bo'lib, oxiratda da baxtli bo'larga nasib et ya Rabbim. Ya Rabbim biz sendan g'ana so'raymiz, senga g'ana yolvoramiz, senga g'ana duo qilamiz ya Rabbim. Qilgan duolarimizni qabul et, sen bu duolarni qabul etuvchi. Gunohlarimizni, xatolarimizni g'afur et ya Rabbim. Biz gunohli, biz xatoli, sen gunohlarni, xatolarni g'afur etuvchi. Allohumma g'fir lana zunubana, Allohumma arhamna, Allohumma ihdina ila siratil mustaqim. Allohumma a'inna ala zikrik va shukrik va husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin.